Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, ma'rifat ashaddiy muxlislar, obunachilari. Bugun biz Surxondaryo viloyatimiz Mirobod tumani Peter Mol bozoriga kelganmiz. Bugun narx-navolarni bir tanishtirib boramiz. Sog'liq sigirlar narxlari, tana va qizlar narxlaridan chiqib ketamiz borigacha. Mol kam kirgan. Borigacha videorolik qilib ketamiz. Qani videolarimiz yoqsa, qarshilikda layklarni bosib qo'yamiz. Nima xulosalar bo'lsa, kommentariyaga qoldirishlaringiz mumkin, hurmatli obunachilar. O'zimiz ozgina reklamalarimiz bor, tanishtirib boramiz. Samandar aka deydi. Onangiz yo otangiz tug'ilgan kunlarida yo aka singillaringiz tug'ilgan kunlari bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Borib tug'ilgan kunlarni borib zo'r o'tkazib beradi. O'zining gitarist podarkalari bor, borib chiroyli bo'lib o'tkazib beradi. Bugungi chiqishimiz bo'lyapti 14-iyun, haftaning oxiri mol bozoridamiz. Videolarimizni boshlaymiz. Yaqinlaringizni yaxshi kunda hamda tavallud topgan kunida eng yaxshi sovg'a berishni xohlaysizmi? Biz sizlarga ruchkali Qur'on hamda naborlarimizni tavsiya qilamiz. Ushbu ekranda chiqib turgan navor yoki ruchkali Qur'on kitob sizga kerak bo'lsa, ushbu chiqib turgan nomerlar orqali bemalol bog'lansangiz, Telegram orqali sizlarga rasmini hamda to'liq ma'lumotlarni berishadi. Hamda dastavka xizmatimiz bepul. Bemalol bog'laningizlarda hamda yaqinlaringizni xursand qiling. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu naborlar, ruchkali Qur'onlarni sotib olsangiz, bizni ham duo qilib qo'yishingiz iltimos qilib qolamiz. Marhamat, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bundan boshladik. Aka sotildimi bu? Qancha bo'lyapti savdosi? Savdo 26 million bo'layotgan ekan mana. Bu kicham urg'ochmi ekan bolasi? Ha? 26 million savdosi bo'layotgan ekan. 26 million savdosi bo'layotgan ekan. Nechinchi bolasi ekan aka bu? Nechinchi bolasi? Bu uchinchi bolasi. Bu kichami urg'ochimi? Urg'ochi. Sutini nechta beryapti aka? Aka suti bilmayman aka, to'g'risi. Yolg'on cho'man. Balkim 5 litr, balkim 10 litr, balkim 4 litr bilmayman. Bilmayman. Çok ko'rgan, uyim bor, çok ko'rgan. Seri 20,5. 20,5 savdosi bo'lyapti. Qancha baholadingiz? 23 ta. 23 baholanyapti. 20 million 500 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Bolasi urg'ochi. Nechinchi bolasi ekan? 3-chi bolasi. Sutini nechta beryapti aka? Suti 6 litr beradi ekan mahaliga. Nomer qoldiramizmi? Aka nomer qoldiramizmi? Shart emas. Aka savdo qilamiz. Amak nechi pul bo'ldi mol? 23 deyapman. 23. Bo'lari qancha? 20,5 bo'lyapti. 18 shtriga. Amak 20. Podpisklar, tomoshabinlar, musrobatliklar podpiskani bosinglar. Shtriga 18 bo'lsa beray. O'tding, bu yigit. Yo, bo'ldi. 22 yarim bo'lsa oling aka. Yo, 22 toza bo'lsa oldim. Bor baraka. Bor baraka. Bor. Bu sanmisiz? Ha, bo'ldi, bor baraka. Yag'am bilar aka. Barakani bosing. Bo'ldimi? Ko'yning joyiga tushdimi? Yo'q, yortyapti bozor, narxni yortyapti. Ha, narxi. Kanal dedingiz ama. Urg'ochimi bolasi? Urg'och. Nechinchi bolasi ekan? Bir. Suti nechta berayotgan ekan? Shuti 4 litr bor, bir sovush. 3-4 litr beradi. Yetilab. Sigir qancha bo'lsa ham? Qancha bo'ldi savdosi? 16 million. Bo'g'ozmi deyman? Ha? Qorni nechalik? Sotyapsizmi siz? Nechta tuqqan bu? 4. Savdosi qancha bo'ldi? Oxir savdosi qancha bo'lyapti? 13,5. Savdo oxir narxi 13,5 million bo'lyapti. Qancha baholayapsiz? Bahosini? Ha? 16 baholanyapti. Qancha bo'lyapti savdosi? Kanalga chiqadi. Ma'ruf kanalida. Ma'ruf kanalida. Ma'ruf kanali. Ma'ruf. Qancha bo'ldi savdosi aka buni? Savdo 14. Savdo 14. Bo'g'oz. Birinchi bolasimi? Qorni nechinchi? Ikkinchi bolasi. Necha oylik qorni aka? Necha oylik? 4 oylik qorni bolasi bor deyapti. Oxir savdosi qancha bo'ldi? 14-16 gacha savdosi bo'lyapti. Qana? Savdosi 15 bo'lyapti? Savdo 15 milliongacha bo'layotgan ekan. Qancha baholayapsiz buni?
16 baholanyapti, 15 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Sanaga. 15 milliongacha. Savdosi 12 million bo'ldi deyapti tanaga. Qancha baholanyapti aka bu? 12,5. 12,5 aytyapti, 12 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Savdosi 10 million deyapsiz? Qancha bo'ldi savdosi? 9,5 bermadi. Savdo 9,5 million bo'lyapti. Savdosi 9,5 milliongacha bo'layotgan ekan. Bu aka. 9 yapsiz. Savdosimi? 8,5. Savdo 8,5 million bo'lyapti. Savdosi 8,5, 9,5 million aytilyapti. 9gacha, 8gacha savdosi bo'layotgan ekan. 13,5 bo'lib qoldi savdosi. Savdo 13,5 million bo'layotgan ekan. Qancha baholayapsiz? 16 deb turibman. 16 baho turibsiz? 14 bo'lmasa beraman. Oxir narxi 14 bo'lsa beraverasiz. 16 aytilyapti, 13, 14 gacha bo'lsa beraveramiz deyapti mana. Qancha bo'ldi savdo? So'kmanga. Agar molni yaxshilamasin Mol tushiring. Qancha bo'ldi buni savdosi? Buni 10 million so'm oldi akajon. 9,5 million yegaga bularda yillarib olinadi. Bular 92 berakchi mazg'izga. chiqildi. 93 ekan. Egasini yaxshilab oldi. Ha, egalari ko'p tushadi videoga. Qimmat mol sotmaydi. Uyda holat bor deysizlar, bizga ham o'ylanglar. Foydalab beringlar. 93 ga. Ber 93 ga. Yer. Mol aytganiga ber. 93 ga. Vakfoda sochilib ketdi. Bozor kelsa 10 million bo'ldi, lekin bozor ko'tarmagan kerak. Ha, bozor shu Bo'lib qoldi ekan bu. 13 savdosimi? Savdo 13 million. Qancha baholayapsiz aka buni? 13,5 bo'lsa beraman. 13,5 baholayapti, 13 gacha savdosi bo'layotgan. Nechta tuqqan aka? Tuqqanmi yo'q? Tana, ha? O'ga tana, 13 million savdosi bo'layotgan ekan shu tanaga. Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu tana? 2 million so'm bo'lyapti. Oxir narx savdosi. 2,5 bo'lsa olyapti. Mana buni oldik ha buni. Nari kimniki mana ho'kiz? Qancha bo'lyapti? 16,5 million bo'lyapti. 16,5 million? Savdosimi? 16,5 million 17 bo'lsa beraman. 17 million aytilyapti, 16,5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan shu o'rtacha. Savdo 8,5 million bo'lyapti. Savdo 8,5 million bo'layotgan ekan. Qancha baholayapsiz? 9 million aytilyapti. Tezlash bor. 12,5. Qancha baholab turibdi buni? 14 baholanyapti, 12,5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan shu o'rtachaga. 17 million. Qancha baholayapti buni? 18,5 million baholanib, 17 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Bular kimdan aka? Egalari kim ekan bu o'kizlar? Qanchadan bo'lyapti aka bular? Savdosi. 20 milliondan bo'lyapti. Bir tekis savdosi. 20 million 500 ming so'mdan bo'layotgan ekan. 20 yarim savdosi bo'layotgan ekan mana. O'kizlar. milliondan bo'layotgan ekan savdosi. 25 milliondan bo'layotgan ekan. 20 milliondan savdosi bo'layotgan ekan. Bu qancha bo'ldi aka bu? 10 million deyapsiz. Savdosi bo'ldimi? Qancha bo'ldi? Ha? 15 million? Aka 10 million deydi. Siz 15 million. 10 million so'rayapmiz. Savdosi nima? 15 deb turibsizmi? 15 deyapti. Ha 8. Ha 8 so'raymiz. Ha, bo'ladi. Bo'lsin aka. Qancha bo'lib qoldi ekan aka bu kishi? Ha? 16,5 bo'lyapti savdosi? Savdosi 16. Qancha baholayapsiz aka buni? Qancha? 18? 18 baholanyapti, 16,5 milliongacha savdosi bo'layotgan ekan. Chiqqan ekan mana. Egalari yo'q.